Assalomu alaykum, kanalimiz hurmatli obunachilari. Bugun ko'chmas mulkimiz Xudo xolasa Urganch shahri dik markazida Gidrani ro'parasida 5 qavatli binoni 5-qavatida 2 xonali kirpich domni tanishtirib o'tamiz. Yurtdoshlar, tak giraverish damir eshiklarimiz ishga girgan podyezddan kirib kelsa damir eshik bo'ladi ekan. Bu yonimizda samozelimiz, hojatxonamiz ekan, aziz do'stlar. Yurtdoshlarimiz deyin, hamma narsasi bor. Yo'lni bo'yinda joylashgan birimiz oshxonamiz, aziz do'stlar. Yurtdoshimizning beramiz oshxonamiz, alohida ataplenamiz bor ekan. Aynanamiz plastik ramada, yana Gidrani dik yo'lida mashina o'tib yotibdi yo'lni bo'yinda. Yo'lda dik bo'yinda aziz do'stlar. Yo'ldan tushirmayapmiz sababim, hozir bu yon tarafga girib tushaman deyincha, bitta vaqt o'tgani uchun tushirolmadim. Aziz do'stlar, bu yonimizda yana bir xonasi, ya'ni spannisi. Spannimizda yana bir qo'shimcha balkon ham bor ekan. Lekin zakrytый balkoni berimizda alohida ataplenasi bor edi. Pastlarimiz 100% pol. Eshiklarimiz almashgan. Derivan eshiklardan, taxta eshiklardan aziz do'stlar. Pastlarimiz ham pollangan. Bu yoqlarimiz ham bir xonasi. Aziz do'stlar, joyimizni yurinish qismlari iberimizda ham balkoni bor, iberimizdan ham balkoni bor. Aziz do'stlar, oynanamiz plastik ramlardan, ramlari akvadan. Yurtdoshlar, pastlarimiz polg'on, hamma narsasi ajoyib. Yo'lni dik bo'yindan so'rab bilgan do'stlarimiz bo'lsa, tarqatib beringlar shu joyimizni. Narxini ekranda yozib qo'yamiz, bemalol telefonlarga telefonlaringizni qilamiz. Aziz do'stlar, mana shunday ajoyib joyimiz bu.